Assalomu alaykum savodashlar. Ma qatimda hamdi bayatınqı məşqdə printlarni, xilma-xil printlarni qildik. Amma nında yana mush W3 School'ninki tərtib boyunca bayatın outputlar tügidi. Hamda ma comment qilib to'xtab qolgandik. Commentni qilaylik. Albatta biz kod yozgandan keyin ba'zida kodni ustiga bir necha qur kod yozib qo'yamiz, yozib qo'yib astida to'xtab turadi deb ideyamiz o'zgarib qilib boshqa bir kod yozish to'g'ri keldi. Shunga ikki yil so'ng ijro olib ketmaslik uchun ustidagi kodlarni normalda komment qilib qo'ydigan ish chiqdi. Ya bo'lmasa shu bo'lsa biz o'zimiz program tuzgan vaqtimizda ya'ni tushunishli bo'lish uchun bunday kod normal programda ijro olib ketmaydigan ammo biroq tushundirish nimasi uchun yozib qo'ydigan qurlar bo'ldi. Bularni biz komment qilishimiz kerak. Misol men dalam qisqalam qilib yakom smiyadan bir atal misol da bir atal do while misol mani kodni olay elib miyaga kelib chaplab qolmasam miyada bir xato chiqdi. And J deb qo'yay, tam 0 deb. Okay. J. Oh, ha. Okay. Bunda qo'y. Endi men buni hozir ma ichidagi ma bu hozir ma nested do while shunga ma ichidagini men comment qilib deb o'ylab qolsam Windows tik savodashlar konuk taqtanlardan controlni besib turib slash basıslar, backslash emas, slash basıslar. Slash bassanglar mush tanlagan qurumlarning o'zini comment qilib turdi. Bu bir allabirun yozilib bo'lgan qurlarga biroqlamkin comment qo'yilgan bir usul hamdi. Amat ma ikki tal slash degan shu hisobda single line comment bo'ldi bu. Hamdi misol bani hozir men bunda comment qilib bo'lgandan keyin yana qaytadan control besib turib yana shu slashni bas yana bir qatim bassam asli qaytib keldi. Asli qilishning albatta boshqa usul bor. Control zini bassak amalga orliqda boshqa bir kodlar o'zgarib kodlarni yozib qolmasak u chog'da qilsak yangidan yozgan kodimiz yo'qolib ketadi. Shunga shuni tanlab turib mush controlni besib turib slashni besish orqali yo comment qila olasizlar yo commentni yo'q qila olasizlar. Shunaqa qilsanglar bo'ldi. Endi normalda misol endi yangidan bir tal bir comment yozmoqchi bo'lsam, mouse bir tallamkin line'liq, ya'ni bir qurliqlam comment qilmoqchi bo'lsam, ikki tal slashni besib o'tgandan keyin this is comment no comment. Bunda bir narsa yozsaq bo'ldi. Single line ama degan ekan. Single line comment. Endi lekin bizning maqsadimiz nechqur sal jiqroq qurlarga misol birinchidan ikkinchidan degandek raqliqi asharaq shaklda nima qilmoqchi bo'lsak agarda bo'ldi meni ish tugidi hozir mana uchirtay. Okay. Endi bir nechqur ma'lum bir doiradan yana bir dal qurning palani doirasiga jo'g'an qurni nima qilmoqchi bo'lsak agarda comment qilmoqchi bo'lsak uning uchun bunda slashdan birini yozib yulduzni besib andan keyin enter qilsak enter bosgandan keyin ma orliq nima bo'ldi bu multi line comment bo'ldi ammo orliqqa biz qo'rqmay bir narsa yozib olsak bo'ldi bu yerdagi yozgan har qanday xatimiz ijro olib ketmaydi va bularning sababidan qizillik chiqmaydi ammo ma'nodan bir tal slashdan birisi uchib ketib qolsa ya'ni ma'nosi xato chiqish kerak aslida bunda mana hozir o'zlam xato chiqish boshladi mana misol men mana hozir ijro qilib boqay desam mana ham miyada xato miyada chiqibdi ya'ni sen nima qilding deydi qilib to'xtanglar mani no bu tirnoq masalasi xatolik yo'q ammo hozir miyadagi bir ya'ni xato qo'y ahamiyatda ya'ni multi line comment qilib boshlab uni oxiridagi yulduz va slashni uchrasam bo'lmaydi. Mana bu multi line comment
Endi agarda block comment deb bor o'qishim o'tdi. Block commentninki nimasi qanday desanglar, bir tal slashni besib, ikki tal yulduz besib, enter besib mansanglar bo'ldi. Mana qilam misol yerga qilib enter besib birinchi deb bunday yozamsizlar. Birinchi degandek, anikin ikkinchi degandek-chi, bunday ninjalarni qo'yib bunday yozgan qilsanglar, bu nima comment bakroq sal qulaylik, ya'ni o'zinglar xohlagancha qurlarni atlab nima qila olasizlar, ko'paytirib olasizlar. Buning uchun faqat enter bossanglar bo'ldi. 4-chi deb bunday ninjalarni qilganga bu block comment sal qulay. Buni chiqarishning usuli faqat bu nimadan mumkin, slashdan birini bassizlar, yulduzdan ikkini besiblar, enter bosasanglar bo'ldi. Shuni bilan boshlab ketsizlar. Mana bu commentninki nimasi? Okay. Endi keldik. Variable. Faqat nimada emas, Java'da emas, har qanday misol mush qarasanglar bir programming language bo'lgan nimalarda, misol JavaScript deydi, Python deydi, PHP deydi, C, C++, C Sharp, Vector bunday ma'lani bilmayman. Lekin mening bilganim JavaScript, lekin Python, C deganini bilmayman. Mushlarning hammasida o'rtaq alayligimiz hammasida bir variable'lar bor, bir-biriga o'xshamaydigan xoslikdagi variable'lar bor. Ya'ni nima desa, misol men hozir string degani bir yoki birdan ortiq bo'lgan xohlagan belgilar, ya'ni xohlagan belgilarni shu paytda saqlaydigan nima hisobda. Text shaklidagi yoki xohlagan belgi son bo'lishi mumkin, har qanday bir narsa bir yoki birdan ortiq bo'lsa, string bilan string orqali ifodalasak bo'ldi. Ammo ularni bir-biriga qo'shib elib, bunday matematik hisoblashga bo'lmaydi. Albatta uni qilganning usuli bor. Boshda matematik hisoblashga bo'ladigan integer, float yoki double degan narsalarga aylantirib olib, anandan matematik hisoblasak bo'ladi. Ammo lekin normal ahvolda stringni bir-biri bilan matematik hisoblashga bo'lmaydi. Anandan integer deb bor, misol stores integer, shu integer deganning o'zi shu inglizchadagi ma'nosi shu butun son degan gap qo'y. Butun son degan nima desanglar, minus 2, ya'ni minus sonlardan tortib shu dahshat xona soniga oid ko'p bo'lgan minus butun sonlardan, ya'ni kasr bo'lmagan, chekit qo'yilmagan sonlardan toki plus bo'lgan sonlarga cho'g'a hamma doirani o'z ichiga oldi integer. Lekin butun son bo'lishi kerak. Endi float desak, float deganlar kasr sonlarni ifodalaydi. Misol 314 deymiz, chambar turaqli ashuna narsalarga, misol kofening bahsi $2.30 degandek ashuna narsalar uchun biz float yoki double ishlatamiz. Endi char degan nima desa, character, ya'ni character xohlagan bir xonliq, ya'ni ammo bir tanlama, ammo sharti bir tanlam bir belgi, ya'ni balkim son, balkim harf, balkim yulduz yoki and yoki bo'lmasa yana bir tal narsa bo'lishi mumkin chiqib, ya'ni mayadiki ASCII table desak, ma'noda mushunda banasning hammasi har birisi ayrim char hisobda. Mushlar har birisi char, character. Va bularni shu character deb, char deb quramiz va buni ham single quotation ichiga olamiz. Ya'ni string, integer, float, double bar, float hamda float turiga kirdi hisobda pach sonlar. Character, anandan boolean degani eng dastlabda insonlar bu program tuzashda unda
kompüter degan narsa mavjud bo'lmagan vaqtlarda bu booleanninki qiymatini undan bir nimaga ishlatgan desanglar elektricityda misol elektr nimasida tokchilikda true'ni yoki bo'lmasa bir deganni tokning borligiga nolni tokning yo'qligiga ya'ni true deganni tok bor false deganni tok yo'q shu narsaga ishlatgan eng dastlabki mazgillarda hamda balkim undan burungi mazgillardami qadimiy insonlar yana shunaqa ikkilik sistemni ishlatgan bo'lishi mumkin lekin shu mening bildig'im hamda man o'zim elektrotexnika o'qigan bo'lgandan keyin shu programmadan burun boolean degan narsani amaliyotda elektronikda ishlatgan buni unismi kompüter sohasi shu elektronikniki sababidan boshlangan-ku ya'ni misol bir transistor degan narsa tok bor yo'q deganni shu boolean qiymatlar ifodalab turib shunaqa kompüterni yasab chiqqan insonlar demak boolean degan faqat ikkilik true yoki false degan ikki tanlama qiymat ola oladi okey endi kelaylik biz bir nima qilib boqaylik bunga misol qaranglar string faqatla diqqat qilgan bo'lishinglar mumkin misol shu bir narsalarni qurgan vaqtda misol variablelarni qurganda shu stringnikida s'ni cho'ng yozamiz s1 deylik misol bu tang misol united coder desak bir tal bundan nasib etsak shunga keyin bu bir tal string bo'ldi va bu stringning qiymati united coder bo'ldi buni ya'ni buning ichida hamda stringninki o'ziga tushliq jiq alayliklari va metodlari va misol qarasanglar hozir s1 deb chekitdan birini qo'yib qo'ysanglar menga xilma xil stringninki ichidagi metodlarni ko'ra olasizlar misol equals deydi boshqa bir tal bir string bilan tangmi degan narsani ko'rsatadi to lowercase shunun ichidagi cho'ng harflarni hammani kichik harfga aylantirgan substring palani indeksidan pustani indeksiga jo'g'an qismini olgan deydigan length deydi length degan uzunligi char degan palani indeksdagi nimasi karakter qaysi karakter ya'ni degandek get bytes deydi uppercase lowercase is empty deb misol quruqmi ichi degandekchi replace deydi misol ichidagi ma'lum bir tal narsani boshqa bir narsaga aylantirish degandek ya'ni bu stringning o'ziniki string degan klassninki ichidagi metodlar bular misol qaranglar men besib manimga declaration qarasak qaranglar ko'ringlarmi string degan bir tal klass klassning ichida bu bir metod public boolean public bo'lgan va faqatla true yoki bo'lmasa false deb bir natija qaytaradigan bir metod ya'ni bu agarda uzunligi 0 ga teng bo'lsa false qaytarib debdi shu true deb qaytargan debdi ya'ni uzunligi 0 bo'ldi degan demak quruq degan gap shu shunga o'xshash demak bu stringninki o'ziga tushliq bir patman shunaqa xosliklar bor xilma xil index of deydi shunaqa split deydi parchalaydigan andan keyin o'zinglar davomli qilib nima qilib boqsanglar izini boqsanglar bo'ldi misol last index of deydi shunaqa trim deydi xilma xil nimalar borda ya'ni metodlar bor biz bular orqali chiqishlarni qila olamiz okey endi qaranglar stringni qurgan vaqtida string degan xatni cho'ng yozamiz s'ni cho'ng yozishimiz kerak buni qat'iy sonlarni chiqarib qo'ymanglar ammo integerni qurganda intni kichik yozamiz i1 desak buningga teng nima desanglar buningga xohlagan sonni yozsanglar bo'ldi ya'ni ammo butun son bo'lishi kerak ammo bu sonlar yo'g'nab menga nega bordi deganda misol biz misol 25 deb yozib men keyiniga qanchalarni o'qiyay to'xtanglar 3 xona hozir 25 million degan gap 250 million 2 milliard 500 million desam ma'noda xato chiqadi ammo men bir tal 0 yozsam to'g'ri ammo ma'noga bir tal 0 qo'yib qo'ysam xato yoki bo'lmasa men ma'noga bir tal minus qo'yib qo'ysam yana xato ammo men bir tal 0 yozsam yana to'g'ri
Albatta men buni bital chekit qo'yib bunda qilsam yana xato. Nima? Chunki integer degan qiymat, integer degan bir tal variable poch prosani olamaydi birinchi. Ikkinchidan buning doirasi bor. Ya'ni ma'lumot desanglar 1000 3 xona ma'lumdan keyin million bo'ldi. 10 million, 100 million, jami milliard ma'lum. 2 milliard 500 million degan gap. Agar mayar 1 bo'lgan bo'lsa 100 million 1 million bo'ldi-ku. Ya 10 million, 100 million, milliard. 2 milliard 500 million degan gap sanmabı. Lekin nimaninki olalaydigan qimmat doirasi, qimmat elish doirasi integerninki 2 milliard 100 2 milliard 100 necha million. 100 necha million falan san degan sonlar. Şoňa biz 2 milliard 1 5 degan sonni men 1 ga o'zgartirib qo'ysam, yana to'g'ri chiqadi. Ya'ni demak, ma to'rlardagi integerninki qimmat elish doirasi degan data type deganda chiqamdi u. Ya'ni qaranglar mana bu yerdagi ma'nosi amaliyot ulug' narsa emas bu. Buning bir qimmat elish doirasi bor. Bu doiradan hechqasi xato chiqadi. Biz buni tamam masalani yod bilmagan taqdirda shuni biz to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni biz kod yozgan vaqtimizda ya'ni agarda kodimiz bak tez yug'nab ketadigan shu qilib qolsa, sal diqqat qilmasak olmaydi ya'ni. Bu sonlarga vashi yug'an sonlar, ammo lekin misal deymiz misal 10 mingni biroqlamkin manchini darajaga ko'tarib olsak, bu sondan biroqla eshik tutadi tizim suratda, eshik tutadi. Şuna undan narsalarga bak diqqat qilishimiz kerak. Ya'ni 10 mingni darajaga ko'tarish misal 10 mingning kvadrati mancha degandekchi. 3-chi narsa, 4-chi narsa deb bo'g'cha ma doirani o'tab ketadi amaliyotda albatta. Şuna unda yerga biz integer ishlasak bo'lmaydi degan gap. Okay. Endi misal nima ishlatalaymiz sanlar qarasanglar ma long va long ma integer qaraganda qanday yo'g'on. Misal ma 4 million degan gap 85 million 54 milyon 854 milyon mavu milyard oho bek chiqqan mavu beklar haddidan ziyada yo'g'on sanki demak biz agarda bizningki variableninki qimmat elish doirasi agar tez suratda eshib ketadigan shu qilib qolsa ya'ni undaqi birdan qo'shilib emas undaq demak tez suratda misol manchin darajada deb turib ochadigan shu qilib qolsa unda vaqtlarda diqqat qilib unda longlarni ishlasak bo'ladi degan gap. Ama ben long diyeceğim bütün sancımı. Ananınkin float var. Mesela hem de bu float ne imkanda float ile double emniyette ikisi okşap kaldığın asla lekin float ne float'ın birini kurgan vaxtıda f1 misal deb misal 314 degan vaqtimizda f'ni yazib qo'yishimiz kerak ekan. Hoppa. 314 degan vaqtda ma'niki f yozib qo'yishimiz kerak. Ananiki ishlaydi. Agar men f'ni o'chiratsam, bu bir double ga aylanib ketib qoldi. Men double so'ragandim, bo'lib qoldi shu. Double nima qilish? Double ni berib qo'ydim. Men float so'ragandim deb. Deydi. Shu yerga askartib f deb yozib qo'yish kerak. Endi men buni f deb yozmayman desam, buni double qilasam bo'laverdi. Double amaliyot float qaragan texnik yaxshi, chunki texnik ko'p doirani ola oladi. Xon soni deyli, misol, hamma narsa yaxshi. Demak, men float bilan double tugdi, endi boolean. Qarasanglar, ananiki miyada men size deb bir narsa bor. Bu memorydagi o'rni bu. Memorydagi bu bytes degan byte deydi, bit deydi, ananikin to'xtanglar, byte. Bit var. Bit'inkin byte kildi. Yani bir byte degani 8 ku deyman, 8 bit bo'ldi taxminan. Esimda qilishcha 8 bit ku deyman. Byte and bit. Hiç ketdi. Hop, miyad bir yad bakan tuqu. No. Is a byte for a byte is equal to 8 bits deb turadi mana.
Әмәт bu memory'da saqlaydigan o'rinning cho'ngligi. Ham yerda byte debdi, misol qaranglar. Bu byte, bit deganlar qandaq desanglar. Misol 1 byte. Biz bularni tamam tester bo'lish sifatimiz bilan bilmasakmi, bularni bilmayman, lekin normalda buni bir IT engineer bo'lgandan keyin cho'qim bilishimiz kerak narsalar bular. Biz bundan xabardor bo'lmasak qat'iy bo'lmaydi. Belki intervyular so'rab qo'yish mumkin. Uqmayman-da. Men bu intervyu kirmadim, bu to'g'riliq. Ya'ni 1 byte degan 8 bit. Andan keyin bu byte degan demak kichik. Bu bit degan byte degani bitdan cho'ng hisobda. Mana tang. Bunda bo'ldi. Endi bu byte degan nima desanglar, byte'danmi cho'ng va kilobayt deydi. Kilobayt. Bu byte endi bu kelganda endi 8 nimasilar mangmaydi lekin. 1024 lar mangdi. Ya'ni 2ninki 2ning 10-narsi deyman. 2ning 10-narsi. To'xtanglar. SO deb yozib math pow deb yozib 2 10 deb boqay. Mana qancha chiqadi ekan? Shu 1024 deyman. Esimda qolishi. Ma 1024 degan san chiqdi. Ya'ni 2ning 10-narsi mana bu. Misol shu uyanglarda misol kompyuterlarning gigabayt deydi, terabayt deydi, xil-xil sig'imlar bor. Bularning bir-birlar munosabati shundoq shu. Cho'nglari kichiklariga qaraganda har bir cho'ngi o'zidan keyingi kichigidan shu kichigidan keyin 1024 degan hisobda. Byte. Hamda kilobaytdan cho'ngi nima? Kilobaytdan cho'ngi megabayt. Megabayt tang 1 megabayt 1024 bo'ldi. Bu qolganini kilobayt. Right. Undan keyin megabaytdan keyin gigabayt va GB deb qo'yamiz-ku. Undan keyin TB va terabayt va yana agar izlansanglar bir patman baytlar bor. Biz bularni shunchayroq tushunib olsanglar bo'ldi. Ya'ni amma 1 byte degani 8 bit. Amma qolganlardan boshlab hamda byte, kilobayt, megabayt, gigabayt, terabayt deganlarning hammasi o'zininki kichigining 1024 taliga tang. Ya'ni 1024 tal kichigi o'zidan yo'g'ondan birsiga tang hisobda. Ashna hisoblanadi. Okay. Ya'ni miyadagi byte deganlar shundan kelgan. Qarasanglar miyada qaranglar. Hammasiniki nimasi byte ekan, amma booleanda bit ekan. Demak, mana bu 8 dan 1 byte degan gap. Ya'ni booleandan biz 8 qatim boolean qursak, misol qaranglar. Boolean deb B1 deb ani B2, B3 deb B8 qursak, shularninki jami memoryada saqlaydigan sig'imi, egallaydigan sig'imi, ananikin bir talma bytening sig'imchilik qildi degan gap. Aytmak kichik degan gapda. Shortning sig'imini to'ldirish uchun biz 16 tal boolean qiymatini qilamiz degan gap. Demak, boolean aytmak kichik bir egallaydi degan gapda sig'imni. Biz bundan narsalarga diqqat qilishimiz kerak. Okay, endi mana bunda nimalarni qurgan vaqtimizda misol biz mana shuni ishlab boqaylik. Misol bir exercise aka qarasanglar bu yerda my name debdi. To'g'ri. Aniki mana bu variable'larni qurgan vaqtida agarda inglizchadagi ikki tal so'z bo'lib qolib qolsa, birinchi harfini kichik yozamiz. Ananikin misol cho'ng harf ikkinchi harfini ananikin ikkinchi so'zningki birinchi harfini cho'ng yozamiz. Misol my mom degandek-chi. Yoki my teacher degandek. Undaq yazsak bo'ldi. Okay, undan esa ma'noga nima bo'ldi? Ma degan butun son. Demak, ma'noga int yozamiz degan gap. Hatto buni short yazsak ham bo'ldi. Chunki shortning tavalki tavami bu. Qaranglar, bu yerda shortning tavalki madayda hatto bytening tavalki tang hatto. Yazsak bo'laverdi degan gap. Lekin biz bu yerga demak short byte int qaysini yazsak bo'laverdi albatta. Hammasi tushdi ma'noga.
Endi my float nam depti manada. Ma float hesapda. Çünkü ben keyni bir tal if'ni qaytib qo'yibdi emasmi? Ham paj prosanka, şoň buni float yazımız. Ma bir tal character. My letter depti. Yani bu single quotation'dan çıkarıp turib, şoňa bu character, char. Ama o false dep turdi. Demek bu boolean. Ama bu string. Engap. Show answer. Doğru yaptık. Okay. Okay. Endi qaranglar, men bir kelib baqayli. Salon deydi. Okay, biz hozirgini mushunchalik nim qilay. Videoni pek uzrab ketmaslik uchun Kings'da andan bu floatlarning anakin xilma-xil castinglar bor. Castinglarni so'zlaydi. Misal bu data type'larninki primitive ve non-primitive data type degan narsalar, boolean. Bularni so'zladik albatta bayonozda. Okay. Data type. So'zlab o'tdik. Okay, unda esa keyingi videoda hamda so'zlayotganimiz type casting bo'ldi. Bularni Allohga emanet.